Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun mana Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Gazoblok seximizda o'sha Yortepa qishlog'imizga gazoblok bergandik. Xo'p, 5 ta xona pastda, 5 ta xona tepasi, 2 etajli bo'lgan. Xo'p, mana gazobloklarning sifati o'ta a'lo darajada. Suti ham lekin zo'r uribdi. Tashqaridan ko'rinishi bu yondan ko'rinishi 2 etajli. 2800 ta ketdi Mirg'an aka. 1000 ta, 1000 ta, 2800 ta. Yana ketadimi? 2000 ta, yana 800 tami, yana 300 turist ketadi. 300 turist. Demak, 5 xona pasti, 5 xona tepasi. 3000 taga yaqin. Sanuzel отдельно bo'lar ekan. Nimasi, lesnitsa ichkarida. Mana shu holatda bo'pti mana. Katta joyda. 13,5. Mana qadrli yurtdoshlar. Tepasidan ham olyapman. Yetib kelgan gazobloklarimiz sifati o'ta a'lo darajada yetib kelishgan. Pastga tushirib taxlab qo'yishyapti. Tashqari tomondan ko'rinishi ham juda chiroyli bo'lgan. Mana shu joyga yana hozir uriladi. Shunda 3000 tadan oshiqroq ketib qoladi deyishyapti. 3000 tadan oshiqroq ketarkan. 10 xona uyga. 10 xona uy. Uylar ham kichkina emas, hozir ko'rasizlar. Ichkari. Xo'p, zinapoya bo'ladi bu yerda. Bu bitta xona. Bitta katta xonalar ham. Ikkitadan deraza tushgan. Bu ikkinchi xona. Uchinchi dush shunaqalarga. To'rtinchi xona. Bu beshinchi xona. Xonalar ham Mirg'an aka zo'r tushibdi, kattaligi, ha? Katta xonalar ham zo'r tushibdi. Lekin usti yuragi tor ekan haqiqatdan. Ammo urishi ham yorib-yoribdi. Urishi ham yorib-yoribdi. Shunaqa odam o'zi bir qamchi bo'ladi. Bir qamchi bo'ladi haqiqatdan. Men aytdim bularga. Ukalar yo'q. Ha. Hali o'zi aqli yetmasa kelgan, biz tomoqxonada turadi. Ayt, bunday qilgan.